Millatlararo do'stlik bu yuraklar orasida qurilgan ko'prikdir. Bu ko'prik mehr-muhabbat, hurmat va hamjihatlik ustiga barpo etiladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi har bir fuqaroning huquq va erkinliklarini teng darajada himoya qiladi. Bu esa barcha millat vakillarining o'zini erkin his qilishiga zamin yaratadi. Yurtimizda turli millatlar vakillari birgalikda mehnat qilmoqda. Bir maktabda tahsil olmoqda, bir sahnada qo'shiq kuylamoqda va bir bayramni nishonlamoqda. Bu esa bizning eng katta boyligimiz do'stlik va totuvlik ekanligini anglatadi. Millatlararo do'stlik ko'prigini mustahkamlash bu har birimizning vazifamiz. Har bir inson boshqalarni hurmat qilsa, u bilan mehr-muhabbatda bo'lsa, bu ko'prik hech qachon qulamaydi. Aksincha, yanada mustahkam bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, millatlararo do'stlik bu tinchlik, baraka va taraqqiyot kalitidir. Keling, yuragimizda doim mehr va bag'rikenglikni asraylik. Millatlararo do'stlik ko'prigini asrab avaylaylik.